1190. Bitta nukleotidning massasi 340. 5 ga teng bo'lsa, bo'lsak nukleotidlar soni nechta chiqadi? 102 ta nukleotid chiqadi. Endi guanin, timin qarshisida nima bo'ladi? Adenin. Shu zanjirdagi guanin nukleotidlari soni adenin nukleotidlaridan 13 taga ko'p. Guanin nukleotidlari adenindan 13 taga ko'p bo'lsa, demak adenin X bo'lsa, guanin X plus necha bo'ladi? 13. Ularning yig'indisi 51 ga teng. Ularning yig'indisi 51 ga teng. Endi bu ham avvalgi masalada ketyapti. X 2x plus 13 imiz 50 1 ga teng bo'lsa, bu tomoniga o'tsa 38. Demak 2 ximiz 38 bo'lsa, x ning qiymati 19 ga teng. Bu yerda 19 ta nukleotid bo'lsa, bu yerda 19 ga 13 32 ta nukleotid bor. Shu DNKning shu zanjirdagi guanin nukleotidlar sonini toping debda. DNKning xuddi shu zanjirdagi nukleotidlar nechtaga to'g'ri keladi? 32 taga. Demak, bunda A javob ekan. DNK qo'sh zanjirda DNK fragmentida 40 ta adenin, 40 ta timin, 60 ta guanin borligi ma'lum. Shu fragmentga ishlov berish natijasida vodorod bog'lari uzildi va vodorod bog'larini faqat 30% saqlanib qoldi. Va bog' hosil qiluvchi adenin, timin va guanin sitozinlarida nisbati lekin o'zgarmabdi. DNKning ishlov berilgan fragmentida nechta vodorod bog'i borligini, shu fragmentning uzunligini toping deyapti o'quvchilar. Qarang. DNK molekulasi berilyapti. Unda adenin va timin, guanin qarshisida sitozin. Adenin soni 40 ta, timin soni ham 40 ta. Guanin soni 60 ta, sitozin soni berilmagan, lekin u ham nechta bo'ladi? 60 ta bo'ladi. Endi hop, ushbu DNKmizda hozirda nukleotidlar soni 200 ta. 200 ta nukleotid. Unga 60 ta guaninni qo'shish orqali 260 ta dastlab vodorod bog'i bo'lganligini bilishimiz mumkin. Endi DNK ishlov berilishi natijasida vodorod bog'lari 30% saqlanib qolibdi. Demak, 260 ni 30%. 78 ta vodorod bog'i qoldi. Endi 78 ta vodorod bog'i qolgan bo'lsa, bu javobda bir qismi chiqdi. Endi xuddi shu holatda DNK fragmentining uzunligi qancha bo'ladi o'quvchilar? Nukleotidlarda holati o'zgarmabdi. Agar adeninlarning soni 40 ta, guaninlar soni 60 ta bo'lgan vaqtida vodorod bog'i nechta edi? 260 ta vodorod bog'i bor edi. Endi vodorod bog'i nechta qoldi mutatsiya tufayli? 78 ta vodorod bog'i qoldi. Ularda nisbati o'zgarmagan holatida nechtadan chiqadi? 40 ni 78 ga ko'paytirib 260 ga bo'lsak, mutatsiyadan keyingi adenin soni chiqadi. Demak, 12 ta adenin. 60 ni 78 ga ko'paytirib 260 ga bo'lsak, 18 ta guanin. Mutatsiya tufayli adenin soni 12 ta, guanin soni 18 ta qolibdi. Fragmentning uzunligini toping deyapti o'quvchilar. Fragmentning uzunligi adenin va guaninlarda umumiy sonini ko'paytirish orqali ham topilishi mumkin. Adenin va guanin DNKning yarmini tashkil qiladi. Demak, 30 ni 0.30 4 ga ko'paytirsak 10.2 nanometr.
Demak, bu masalaning javobi D javob ekan. 47-chi masalan birinchisi. Denka molekulasida adenin timin orasida 2 ta, guanin va sitozin orasida 3 ta vodorod bog'i bor. Ma'lum denka bo'lagida 1 ml ta vodorod bog'i bo'lib, shundan 40% adenin va timin o'rtasida bo'lsa, shu denka bo'lagidagi nukleotidlar sonini toping debdi o'quvchilar. 1 ml ta vodorod bog'ini 40% 420 tasi bu adenin va timin o'rtasida o'quvchilar. 420 ta adenin timin o'rtasidagi vodorod bog'ini 2 ga bo'lsak, 210 ta adenin virgül 210 ta timin bor ekan. 1 ml ta vodorod bog'ini qolgani 60%, 60% 630 ta vodorod bog'i guanin va sitozin o'rtasida. 630 ta vodorod bog'ini endi nechaga bo'lamiz? 3 ga bo'lsak, 210 ta guanin, 210 ta sitozin nukleotidi bor. Endi bizdan nukleotidlar soni so'ralyapti. A javobga to'g'ri keladi. A javobga to'g'ri keladi. Adenin, timin, sitozinlar soni 210 ta. DNKda uratsil bo'lmagani uchun u 0 taga teng. 48-chi masalani birinchisi. Informatsion RNK tarkibida 210 ta monosaxarid mavjud bo'lsa, undagi nukleotidlarning 20% uratsil, 30% adenin tashkil qilsa, ushbu RNK sintezlangan DNK tarkibidagi adenin va timin orasidagi vodorod bog'lar sonini toping debdi. Demak, qo'sh zanjirli DNKdan bir zanjirli informatsion RNK sintezlanadi. Timin qarshisida adenin, adenin qarshisida uratsil, sitozin qarshisida guanin, guanin qarshisida sitozin bo'ladi. Informatsion RNKda 210 ta monosaxarid bor degani 210 ta nukleotid bor degan ma'noni ham beraveradi. Undagi nukleotidlarning 20% uratsil tashkil etsa, demak 210 ning 20% 42. Demak, uratsil soni 42 ta ekan. DNKda 42 ta, birinchi zanjirda 42 ta timin bor. 30% ni adenin tashkil etsa, demak 210 ta nukleotidni 30% 63 ta. 63 ta adenin ham bor ekan. Demak 63 ta, bu tomonda ham 63 ta. DNKdagi adenin va timin o'rtasidagi vodorod bog'lar soni. DNKning birinchi zanjirida 63 ta adenin, ikkinchi zanjirda 42 ta adenin bor ekan. Birgalikda DNKda 105 ta adenin bor. 105 ta adenin sonini 2 ko'paytirish orqali 210 ta adenin va timin o'rtasidagi vodorod bog'ini topishimiz mumkin. Demak, javobi D javob ekan. 49-chi masalani birinchisi. DNKda umumiy vodorod bog'lari soni 810 tani tashkil qilsa, ulardagi adenin va timinlar orasidagi bog'lar guanin va sitozin orasidagi bilan tegishli ravishda 1 ga 1,25 bo'lsa, ushbu gendan sintezlangan RNKdagi nukleotidlar orasidagi fosfodifir bog'lar sonini toping debdi o'quvchilar. Endi adenin va timin o'rtasidagi vodorod bog'i bir nisbatda ekan.
Guanin va sitozin o'rtasidagi vodorod bog'ichi unga nisbatan 1,25 x nisbatda ekan. Ikkisini qo'shsak 2,25 x vodorod bog'i bor. 810 ta vodorod bog'i bizda 2,25 x ga to'g'ri kelsa, x qiymatini topsak nechaga teng bo'lyapti? 360. Demak, adenin va timin o'rtasidagi vodorod bog'i nechta ekan? 360 ta. 360 ta vodorod bog'ini adenin timin o'rtasida bo'lsa 2 ga bo'lsak 180 ta adenin bor ekan. Endi 360 ta 1,25 ga ko'paytirsak 450 ta vodorod bog'i mana guanin va sitozin o'rtasida. Uni nechaga bo'lamiz? 3 ga. 150 ta bu nimani soni? Guaninning soni. Demak, denkada adenin va guaninlarda umumiy yig'indisi 330 ga teng. 330 ta nima bor? Purin. Ha? Informatsion RNKdagi nukleotidlar orasidagi bog'lar. Purin asosi, denkadagi purin asoslari soni informatsion RNKdagi barcha nukleotidlar soniga ham teng. Ha, 330 dan 1 da ayirsak 329 ta fosfodiefer bog'i. Bu masalaning javobi B javob ekan. Birinchisi, denka qo'sh spirali parchalanib ketganda jami 3600 ta azotli asos, dezoksiriboza va fosfat kislota qoldig'i hosil bo'lgan bo'lsa, shu denka fragmenti asosida sintezlangan informatsion RNKning uzunligini hangi strimda o'lchang debdi. Bitta nukleotid tarkibida bitta azotli asos, bitta dezoksiriboza va bitta fosfat kislotani qoldiq uchraydi. Demak, har bitta nukleotid 3 ta komponentdan iborat bo'ladi. Shuning uchun 3600 ta komponentni 3 ga bo'lsak 1200 ta nima soni chiqadi? Nukleotid soni chiqadi denka. Denka molekularimizda 1200 ta nukleotid bo'lsa, uning bir zanjirida 600 ta nima bor? Nukleotid. Denkani bir zanjirdagi nukleotidlar soni informatsion RNKdagi nukleotidlar soniga ham teng. Demak, 600 ta informatsion RNKda nukleotid bo'lsa, uning o'rtasidagi masofa 3,4 angstrimdan hisoblasak 2040. 2040 mi yo 20400 mi? 3,4 dan hisobladilar-ya. Demak, bu masalaning javobi B javob ekan.